Hammaga salom do'stlar, shubhasiz Qasaskor 5 Doomsday filmi 2026-yilning eng katta voqealaridan biri bo'ladi. Albatta, agar boshqa sanaga ko'chirilmasa, filmning nomidan ma'lumki, asosiy personaj bu Doktor Doom. Muxlislar allaqachon u haqida turli taxminlarni tuzishgan. Ko'pchilik uni yangi fantastik to'rtlikning olamidan kelishini aytishmoqda. Chunki komikslarda u asosan fantastik to'rtlik bilan bog'liq va filmlarda u faqatgina to'rtlik bilan jang qilgan. Menimcha Doktor Doomni fantastik to'rtlik olamidan kelishi mantiqan ishonarli. Ammo menda boshqa teoriya ham bor, ancha qiziq va ancha g'alati. Mening fikrimcha Doktor Doom bu o'zimizning Tony Stark. Hech qanday parallel olamdagi variant yoki qiyofadosh emas. Bu o'zimizning temir odam va u tirik. U cheksizlik qo'lqopini ishlatganida halok bo'lgan deb hisoblanadi. Ammo shuni hisobga olish kerakki, o'sha paytda Tonyda Mysterio texnologiyasi allaqachon bor edi va u juda ishonarli simulyatsiyalarni uyushtira oladi. Uning yuzi chindan ham jiddiy shikastlangan, ammo o'zi tirik qolgan. Endi u o'ziga temir niqob taqib, o'z ismini Viktor Von Doomga o'zgartirgan. Nimalar deyapsan o'zing betofiq ovsart. Hayolingizga nima kelayotganini bilaman. Nega oq ko'ngil temir odam yovuz bo'lishi kerak? Mening savolim sizga quyidagicha. Nega Doktor Doom yovuz bo'lishi kerak? Do'stlar, chalkashmang. Doom yovuz emas. Aslida komikslarda u juda oliyjanob odam. U o'z jonini xavfga qo'yib, qasoskorlarni darmondan qutqarib qolgan. U fantastik to'rtlikdagi Suystorm va uning yangi tug'ilgan qizi Valeriyani o'limdan asrab qolgan. U X odamlar huquqlarini himoyalashga yordam bergan. U hattoki vaqtinchaga qorbobo vazifasini ham bajargan. Endi qanaqasiga bu odamni yovuz deyish mumkin? U butun dunyo bolalariga sovg'a tarqatgan va qasoskorlar unga yordamlashishgan. Doktor Doomni yovuz deb hisoblashimizning asosiy sababi shuki, u filmlarda to'liq yovuz bo'lgan. Ammo aslida filmlarda uning xarakteri juda noto'g'ri ko'rsatilgan. Aslida esa Doom qahramon. Uning hayoti og'ir o'tgan, ayniqsa bolaligi. Viktor ota-onasidan erta ayrilgan, xuddi bizning temir odam kabi, ammo hayotning shafqatsiz sinovlari uni faqatgina toblagan. U ko'p jihatdan kino olamidagi temir odamga o'xshaydi. Agar siz komikslardagi temir odamga qarasangiz, u kino olamidagida ancha farq qilishini sezasiz. Bizning Tony komikslardagi Doktor Doomga ko'proq o'xshaydi. Fidokor, mehnatkash, o'ta mas'uliyatli va payti kelganida juda qattiq qo'l. Uning Doktor Doomdan yagona farqi uning hazilkashligi edi. Komikslarda Doktor Doom kamdan-kam hazillashadi, ammo Qasoskorlar 4 filmidagi voqealardan keyin Tony ham ancha kam hazillashadi. Ya'ni u endi to'liq Doktor Doomga o'xshaydi. Bilaman, teoriya juda g'alati va siz bu fikrga umuman ishonmaysiz. Men o'zim ham bunga unchalik ishonmayman. Nega hammamiz sevgan xushchaqchaq qahramonni sovuqqon, qattiqqo'l va hatto biroz qo'rqinchli bo'lgan temir niqobli odamga aylantirish kerak? Buni kimga keragi bor? Men eslatib o'taman. Qasoskorlar 5 filmining rejissyorlari bu Akiko Russolar va ular Kapitan Amerika 3 filmini ham suratga olishgan. O'sha filmda Tony Stark qanday ko'rsatilgani yodingizdami? U yovuz emasdi, lekin u Vandani juda xavfli deb hisoblagani uchun uni qamab qo'ygandi. Chunki u bitta qizchani deb hammani xavfga qo'ya olmaydi. Aeroportda u o'z do'stlariga qarshi kuch ishlatdi. Chunki siyosiy vaziyat bundan muhim. U jang maydoniga 14 yoshli bolani olib keldi va Peterning hayotini xavfga qo'ydi. Ammo agar Zakovga kelishuvi bilan bog'liq muammo tezroq hal qilinmasa, Peterga o'xshash bolalardan minglab qurbonlar bo'lishi mumkin edi. Xullas, bu filmda Tony yovuz emasdi, shunchaki juda qattiq qo'l. Bu film Akiko Russolarning Marveldagi ikkinchi filmi edi. Ya'ni bu ikki rejissyor Marvelga qadam qo'yishi bilanoq temir odamni boshqa qasoskorlarga qarshi qilib qo'yishga harakat qilishgan. Qolaversa, 2016-yildan buyon Akiko Russolar Marvelning maxfiy urushlar komiks haqida film olishni istashayotganini aytishyapti. E'tibor bering, 2016-yildan beri, ya'ni Kapitan Amerika 3 filmidan beri bu ikkisi Doktor Doomni kino olamiga kiritishni xohlashgan. Menimcha o'sha paytda Robert Downey Doktor Doom roliga asosiy nomzod qilib olingan. Oliyjanob, ammo qattiqqo'l qahramon. Yana aytaman, Doktor Doom yovuz emas. Iltimos muxlislar, uni yovuz deyishni bas qiling. Bilaman, mendan boshqa hamma sizga Doomni yovuz degan, ammo Qizil Xalqni ham mendan boshqa hamma yovuz deganda. Momaqaldiroqlar filmidagi qo'riqchi bilan ham shunga yaqin holat bo'lgan. Men esa ikkisini ham aslida yovuz emasligini tushuntirgandim. Endi esa Doom bilan xuddi shunaqa holat. Uni yovuz deb o'ylash katta anglashuvmovchilik. Buning ustiga qaysi yovuz sizni eng mazali ovqatlar bilan mehmon qiladi? Odatda Doom hamma mehmonlarini haqiqiy ochil dasturxon bilan kutib oladi. Marveldagi deyarli hamma qahramon
qahramonlar uning mehmoni bo'lishgan va Doom hamma uchun sevimli taomlarini tayyorlab bergan. Masalan, Miss Marvel cho'chqa go'shtini yemaydi. Shuning uchun uning ovqati mol go'shtidan. Xullas, Doom komikslaridagi eng mehmondo'st odam. Qora panteraga kuch bergan ulkan pantera Bast ham Doktor Doomni yer yuzasidagi eng oqko'ngil insonlardan biri deb aytgan. Yer aholisini sud qilgan Celestial ham Doktor Doomni qahramon deb hisoblagan. Shunday ekan, agar Tony Stark o'zini o'lganga solib Viktor Von Doomga aylansa, bu uning yovuz bo'lib qolganini anglatmaydi. Bu uning qandaydir katta xavfga tayyorlanayotganini anglatadi. Temir odam 3 filmida u Pepper Pottsdan uzoqlashgandi, chunki Mandarin bilan jangga tayyorlanayotgan edi va boshqa narsaga chalg'imasligi kerak edi. Ultron davri filmidan keyin esa u Pepper bilan ajrashgan, chunki qiyin paytlar edi. Bu safar esa xavf har doimgidan katta. Shu sababli u endi hamma do'stlaridan uzoqlashishi kerak, chunki multikoinotni qutqarish uchun Tony juda ko'p shafqatsiz qarorlar qabul qilishi kerak. Qasaskorlar esa bunday qila olishmaydi. Ular millionlarni qutqarish uchun bir necha ming odamni qurbon qila olishmaydi. Qasaskorlar 3 filmida Vision aql toshini yo'q qilish taklifini berganida, qasaskorlar Visionni qurbon qila olishmadi. Oqibati nima bo'ldi? Vision 2 marta o'ldi. Thanos esa baribir toshni oldi. Xullas, ba'zida shafqatsiz qarorlar qabul qilinishi kerak. Esladingmi? Bu bizni bebaho ozodligimizga qanday ta'sir etishi muhim emas. Biz shunga muhtojmiz. Yutqazamiz deb aytgandim. Sen esa buni birgalikda bajaramiz deding. Xo'sh, oqibaticha kelib yutqazdik. Sen u yerda yo'q eding. Hozir faqat shu ish bilan bandmiz-ku. Biz faqat oqibat bilan kurashishdan boshqaga yaramay qoldik. Qasaskormizmi? Qasaskorlar xavfni bartaraf etuvchilar emas. Fikringni bo'ldi, endi joyga o'tdi. Yo'q, lekin Tony bu ishni qasaskorlar bilan birga qila olmaydi. Shuning uchun u Yevropadan o'ziga qasr sotib olib, Viktor Von Doom ismi bilan yolg'iz yashashni boshlagan. Balki qasr sotib olish fikri Tonyda Ultron davrida paydo bo'lgandir. Bartondan o'rnak olishim kerak shekilli. Ferma quraman va uni hech kim portlatmaydi deb umid qilaman. Balki Oy Racer serialida biz aynan o'sha qasrni ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Qutidagi Viktor Von Doom yozuvi ham Tonyning soxta ismi bo'lishi mumkin. Albatta, bularning hammasi mening taxminim xolos. Ammo bir narsa aniq, Doom yovuz emas. Uning maqsadi hamma qahramonlar kabi multikoinotni qutqarish. Shuning uchun u maqsadga erishish uchun ancha ko'p narsani qurbon qilishga tayyor. Nima qilib bo'lsa-da, u o'z yaqinlarini himoya qilishi kerak, chunki u o'z qizini 3000 marta yaxshi ko'radi. Qasaskorlar 5 Doomsday filmi 2026 yil 18 dekabrda chiqadi. Bugungi video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.